Iqboljon aka, pechka narxini sindiramizmi? Sindiramiz uka. Sindirish bo'lsa sindiramiz. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Bo'l, davay. Sizlar bilan Kamina Ispandiyor dehqonim, hammalarga assalomu alaykum obunachilarimiz. Bugun aeroport oldidamiz Andijonda. Hozir pechkalarimizni joyiga kelganmiz. Qilin aka sexdamiz. Iqboljon akamiz sexlari hozir kiramiz. Xudo xolasa bugun chegirmaga tushgan narxlar sindiramiz deyapti akamiz. Ko'ramiz qanaqa narxlarda o'zgarishlar bo'lgan, hammasini batafsil ma'lumotlar olamiz. Qadrdonlar, qishni g'amini yozda yeylar. Xudo xolasa qishga tayyorgarlik ko'rib qo'ysanglar, pechkalarimizni borib o'rnatib beradi. O'rnatib xizmatlari ham bor. Bularni videoning oxirigacha batafsil gaplashamiz. Boshladigan bo'lsa. Iqboljon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, xudo xolasa bugun chegirmaga tushgan narxdagi, xudo xolasa pechkalarimizni bir obzor qilib beramizmi? Biz obunachilarimizga va'da qilib qo'yganmiz, narxlarda o'zgarishlar bo'ldi deb. Bo'ldi. Xudo xolasa narxlarda ancha o'zgarish qildik. Pechkada ham ancha o'zgarishlar qildik. Xo'p, birinchi pechkani ko'rsatadigan bo'lsam, bu bo'yalgan varianti. Kraskalariga 100% javob beramiz. Hidi chiqmasligiga yoki erib ketmasligiga javob beramiz. Hozir salafan bilan o'rab qo'yganmiz buni. Istirishlar qo'yilibdi. Shtobi egasiga yaxshi holatda yetib borishlik uchun mana ochig'ini ko'rsatsangiz agar. Mana ochig'i. Mana shu kraskalangan holati. Mana. Ichlarigacha kraska qilingan endi. Ichlarigacha kraska bo'ladi. Kraskalari Rossiyadan olib keltiryapmiz. Yaxshi kraskadan, xudo xolasa bir erimaydigan, hidi chiqmaydigan, hammasi yangi listda bo'lyapti. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, xo'p, bu kraskalanganlarimizni narxi hozirda 1.950.000 so'm qilib beryapmiz. 1.950.000 so'm. Ha, 1.950.000 so'm. Bu kattasi, bu 1.30ligi. Ko'pchilik tushunmayapti ekan, buni oborotlarini, xo'p, kichkinasiga keladigan bo'lsa, kichkinasida ikkita duxovka, 3 ta oborotli bo'ladi. Oldi orqalari 4li listda bo'ladi. Tom bilan mana o't yonadigan qismi 5li listda bo'lyapti hozir. Yo'llari 208. Bozorga chiqayotganda ancha qalinroq, bozorga chiqayotganlarimiz 2.2 shunaqa bo'ladi. Shuni ham aytib o'tay, ya'ni ko'p videolarda misol taqqoslaydi-yu hamma pechkani. Pechka bilan pechkani farqi bor. Listini ayting, aka, qanaqa bizdagi pechkamizning listi? Xo'p, bizdagi pechkaning listlari bozorga chiqayotgan bilan biz o'zimiz bu internet tarmog'ida sotayotganimizni farqini nima qiladigan bo'lsak, bozorga jicha yengilroq, puli yengilroq, chunki ular ham olib foydalanish uchun sal arzonroq beramiz. Uni yon qismlari 2.2 bo'ladi. Oldi orqalari 4li bo'lgani bilan tomi ham 4li bo'ladi. Ichki qismlarida 3li aralashgan bo'ladi. Bu internet tarmog'ida sotayotganlarimiz o't yonadigan qismi 5lik, tomiga keladigan bo'lsak, bu yana bu yerda lis qo'yiladi. Ichidan lis qo'yilgan lisi 4li bo'ladi. Oldi orqalari 4lik, o't yonadigan qismini aytdim. O't yonadigan qismi bilan tom qismi 5li bo'ladi. Farqi materialda bo'ladi. Ko'pchilik meni o'zimdan ham so'rayapti. Ba'zi bir joylarda 1.200, 1.300 sotishyapti, deyapti. To'g'ri, arzon joylari ham bor, lekin hammasi materialga bog'liq. Materialda arzimagan milligrammi ham, milli santimetri ham ancha razisa qilib qo'yadi. Farqi bor ancha. Farqi bor. Qalinroq. Qalin. Odatdagidan qalinroq. Xo'p, mana bu kattamiz. Bu kattamiz ham bo'yalgan varianti. Hozir narxda adashib ketib qolibmiz. Hozir buni 1.5 million sotyapmiz. 1.5ligi. 1.5ligi 1.5 million. 1.5 million. 1.30ligi narxini aytdik. Boshda 1.30ligi 1.950.000 so'm qilib beryapmiz. Bo'yalgan varianti. Shunaqa bo'yalgan varianti. Bu o'chali variantimiz. O'chali variantimiz ham pastda katta bilan material bir xil ketganligi hisobiga buni ham narxi bir xil. 1.950.000 chiqadi. Bu ham 1 million bo'yalgan varianti. Xo'p, bu yonida turgan 1.5ligimiz bu bo'yalmagan varianti. Hozir buni narxini 1.400.000 so'm qilib beryapmiz. 1.400.000 so'm. 1.400.000 so'm qilib beryapmiz. Xo'p, bu pechkamizni agar Ispandiyor dehqonov kanalidan keldim degan obunachilarga 1.450.000 so'm qilib beramiz. 1.500.000 so'm sotilayotgan pechkamizni 1.450.000 so'm qilib beramiz. Ispandiyor dehqonov kanalidan kelsa. Yana bitta plus, agar Andijon shaharning ichida bo'lsa, besplatniy dastavka qilib beramiz. Ana. So'z isboti bilan aytilganda chegirma narxida qaranglar, meni kanalimdan kelsanglar, qadrdonlar, chegirma narxida 1.450.000 so'm Andijon shahari ichida dastavka bepul. Gap yo'q. Malades aka, mana endi keyingilarni aytamiz endi. Yangilik kiritganmiz Ispandiyor. Mana bu yangilik. Bu katyol pechka deyiladi. Buni odatda monolardan farqi o't yonadigan qismida. Mana o't yonadigan qismi katyol forma bo'lganligi uchun tepadan pastga ochiladi. O'tin ham kattaroq sig'adi. Buni ichiga 60 santimetrli o'tinlar bemalol sig'averadi. O't yoqishni bilmaydigan kenaylarimizga ko'mir, o'tin solish qulayroq.
bu o'choqli pechkamizdan farqi bu devordan uncha ko'p chiqib qolmaydi. Devordan ozgina chiqadi. O'tin ko'mir yaqqani udobniyroq. Endi bu pechkamizga keladigan bo'lsak, hozir mana tom qismlari, keyin bu qozon osadigan joylarini 6 listda qilyapmiz. Bemalol ustalari bo'lsa, tekshiradigan akalar bo'lsa, tekshirib olaveradi mana. Ichki qismlari ham polni yangi materialda, hammasi listda bo'ladi. Konteyner material umuman aralashmaydi bunga. Ana. Aytganimdek, hozir aytdim-ku, pechka bilan pechkani farqi bor deb. Listlarda hammasi albatta farqi bor. Assortiment ko'p, xohlagan turda, xohlagan nimada yasab beraveramiz. Zakazlar ham olaveramiz, qanaqa pechka bo'ladigan bo'lsa. Orqa tomoniga xohlovchilar uchun xolasa lazerli eshik, xolasa gulli eshik qilib beraveramiz. Ko'rishingiz mumkin, pechkalarimiz juda ham ko'p, optim narxda ham kelishaveramiz. Pastda nomerlar qoldirsak, agar aloqaga chiqishaveradi bemalol. Aytganimizda foydalanishga ham foydalanishga ham beramiz. Foydalanishga sotayotganimizdan sal jo'rroq beramiz, xudo xolasa. Bozor aka, agar 5 tadan oshiq oladigan odamlar bo'lsa, besplatniy dostavka qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dostavka besplatniy qilib beramiz. 5 tadan oshiqcha odam olgan odamga. Xo'p. Endi mana shu gapni davom ettirib beraylik. Dastavkasini tushuntirib bering-da. Dastavka haqida to'liqroq ma'lumot berib yuboring-da. Xo'p, dastavkamizga keladigan bo'lsak, vodiy bo'ylab, ya'ni Peravaldan buyog'iga 100 ming so'mga dastavka qilib beramiz. Ba'zi birlar so'rayapti, dastavkani ichida degansiz, besplatniy degansiz deyapti. Dastavka Andijon shahar ichida besplatniy qilib beramiz. Shahar ichida. Shahardan tashqariga, ya'ni Namangan, Farg'ona, Qo'qon bu yoqqacha 100 ming so'm qo'shiladi dastavkasiga. Voha tomonlarga kelishilgan holatda o'zimiz gaplashib arzonroq chiqarib beramiz. Qatnaydigan Isuzu'larimiz bor, Isuzu'larimizda chiqarib beramiz. Endi o'rnatib xizmatlarini ayting, pechkani o'rnatib berish xizmatlarimiz ham bor. Unga отдельный nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishi mumkin. O'rnatib berish xizmatlarimizga ham ustalarimiz bor. Agar ablisovkada urdiraman desa, ablisovka, oddiy g'ishta desa, oddiy g'ishta qilib beramiz. Xo'p, agar uni ham narxi, baribir Isfandiyor narxini so'rashadi. Albatta buni narxini ham aytib o'tib ketamiz. Agar oddiy pishgan g'ishta bo'ladigan bo'lsa 1 million, agar ablisovkada bo'lsa 1,5 million urib beramiz. Agar hamma yo'g'i o'zingizlardan bo'lsin deydigan akalarimiz bor, masalan, chetdan bizni kuzatadiganlar bor. Ularga hamma yo'g'ini o'zimiz olib ham boraveramiz. G'ishtlari, ya'ni sement, qum, xullas uydan hech narsa olmaymiz, uni narxini telefon qilsa kelishamiz. Sizga aloqaga chiqsa, xullas hamma ish siz orqali bitadi. Hamma ishni o'zimiz olib borib, o'zimiz bitkazib kelamiz. Uy egasidan hech narsa talab qilinmaydi. Unisini narxini telefon qilsa kelishamiz. Xo'p, gap yo'q aka. Men sizni nomeringizni qoldiraman doimgidek. Aka, xudo xolisa aytganimizdek klientlarga chegirma narxda qilib berasiz. Chegirma narxda qilib beramiz. Bemalol biz orqali kelishsa, chegirma narxda qilib berasiz. Dastavkasini shahar ichida bepul qilib berasiz aka. Xudo xolisa obunachilar sizlar uchun. Nomer qoldiraman aka. Telegram, WhatsAppingiz bor. Telegram, WhatsApplarni beramiz. Telegram, WhatsAppdan ishlatadi. Bemalol aloqaga chiqsanglar. Pryamoy ham yoniq telefoningiz aka. Pryamoy ham yoniq. 24 soat bemalol telefon qilishlari mumkin. U bizda kechasi telefon qilmanglar, kunduzi telefon qilinglar degan narsa bo'lmaydi. 24 ga 7 aloqadamiz. Gap yo'q aka. 24 ga 7 xizmatdasizlar. Yana bitta qolgan sotuvchilardan farqimiz, xalqimizga ishonchli bo'lishi uchun biz oldindan hech qanaqa pul-mul olmaymiz. Vodiy bo'ylab shaxsan o'zim dastavka qilib yetkazib olib borib beraman. Hozir tushunishim bo'yicha umuman zakat olmaysizlar. Yo'q, zakat olmaymiz. Shaxsan o'zim yetkazib olib borib beraman. Pechkani ko'radi. Agar videoda aytilganidek chiqmasa, pechkani qaytarib olib kelaveramiz. Muammo yo'q. Malades aka. Hozir noldan umuman 1 so'msiz gaplashasiz, kelishasiz, olib borasiz, uyga olib borib o'rnatasiz. Ko'rgandan keyin misol chetda zakat qilgan bo'lsa, borganingizdan keyin pul tushirib beradi sizga. Shunaqa, borgandan keyin naqd pul ham beradi, uning farqi yo'q. To'lov borgandan keyin bo'ladi. Pechkani ko'rib, pechkani ustida to'lov bo'ladi. Malades, gap so'z yo'q akalar. Boshlang'ich hech qanaqa to'lov yo'q, zakat ham yo'q. Xo'p, manzilimizga keladigan bo'lsak, mana manzilimizni tushuntiradigan bo'lsak, mana ro'paramizda Andijon xalqaro aeroporti, mana yaqinlashtirib qo'ying. Andijon xalqaro aeroporti. Xo'p. Aytaylik, Farg'onadan keladigan obunachilarimizga Farg'ona Quvadan Asakada chiqishda chap qo'lda aeroport. Sharixon buyog'i, Qo'qon, Beshariqdan keladigan obunachilarimizga
Xo'p, to'g'ri yo'ldan keladi. Asosiy yo'ldan kelgandan keyin 80 metrlik desa o'zi biladi. Hozir yangi mebel bozor bo'lib qoldi. Mebel bozordan o'ngga burilib to'g'ri kelaveradi. O'ng qo'lida aeroport, chap qo'lida bizning ishxona. Keyin yana bitta eslatma, bizni to'g'rimizda ro'para voyenniy chast bor. Voyenniy chastning ro'parasida mana bizning ishxonamiz. Mana bu tomonda reklamalarimiz turadi, albatta. Kechqurun ham, kunduzi ham bemalol aloqaga chiqib kelishlari mumkin. Xo'p, ishlashimiz ertalab 8:00 dan kechki payt 17:00 gacha. Bemalol aloqaga chiqib kelishlari mumkin. Andijon ekonom pechkalari mana. Qadrdonlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.